Dieta paytida mushak yo'qoladimi? Deyarli barchamizda ozishni boshlaganda bitta qo'rquv bo'ladi. Men ossam mushaklarim ham ketib qoladimi? Ha, mushak yo'qolishi mumkin, lekin bu har doim ham bo'lmaydi. Bu narsa qanday dieta qilayotganingizga bog'liq. Agar siz juda kam kaloriya yesangiz, protein yetarli bo'lmasa, umuman kuch mashqlarini qilmasangiz, unda organizm energiya yetishmaganda nafaqat yog'i, balki mushakni ham ishlatadi. Chunki mushak organizm uchun qimmat to'qima. Uni ushlab turish uchun energiya kerak. Shuning uchun ko'pchilik tez ozaman deb juda kam yeydi, natijada vazn tushadi, lekin tana sifati yomonlashadi. Ya'ni skinny fat holatiga tushadi. Eng muhim qismi uni qanday oldini olish mumkin? Birinchisi protein, ya'ni yetarli miqdorda protein yeyish kerak. Ya'ni 1 kilogramm vazningizga 1,6 2 gramm protein yeyish kerak. Ikkinchisi kuch mashqlar, ya'ni trenirovka. Agar siz trenirovka qilmasangiz, organizm mushakni saqlab qolish uchun hech qanaqa sabab ko'rmaydi. Ya'ni kerak emas deb o'ylab uni kamaytiradi. Aynan shu ikki qoidaga rioya qilsangiz, dieta paytida mushak yo'qolishi bo'lmaydi.